Yurtimizda tinchlik va osoyishtalik posbonlari bo'lgan harbiy xizmatchilarni ijtimoiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Bugun nafaqat harbiylarning jangovar shayligi, balki ularning oilalarida kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, farzandlarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga alohida e'tibor qaratilmoqda. To'g'ri aytasiz Asilbek, Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida tashkil etilgan Kitobxon harbiy oilalar mavzusiga bag'ishlangan tadbir aynan shu maqsadga xizmat qildi. Tafsilotlar Zokir Mo'minov lavhasida. Tadbirda harbiy xizmatchilar hamda ularning oila a'zolari ishtirok etdi. Shuningdek, Zoom platformasi orqali respublikamizning turli hududlaridan faol kitobxon ayollar ham muloqotga qo'shildi. Unda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, harbiy oilalarda ma'naviy barqarorlikni mustahkamlash hamda yosh avlodni ma'naviy axloqiy jihatdan tarbiyalash masalalari atroflicha muhokama qilindi. Bizning harbiy tashkilot muassasalarimizda har bitta demak o'quv muassasalari bo'ladimi, harbiy qismlarimiz bo'ladimi, hamma joyda kutubxonalar tashkil qilingan. Hamma janrdagi kitoblarni biz kutubxonalarda topish mumkin. Xoh elektron variantda, xoh qog'ozli variantlarda hamma kitoblar turlarimiz bizda mavjud. Askarlarimizdan, harbiy xizmatchilar oilalari hammalari bizdagi sharoitdan mamnun. Davlatimiz rahbari harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari o'rtasida kitob va kitobxonlikni rivojlantirish maqsadida bu yildan yaxshi yangilik aytib o'tdilar. Ya'niki kitob musobaqasi o'tkaziladi harbiylarimiz o'rtasida va g'olib bo'lgan harbiy xizmatchi, kitobxon harbiy xizmatchiga elektromobil avtomobilni sovg'a qilaman deb bejizga aytmadilar. Bu albatta kitobxonlikka qaratilgan e'tiborlardan biri desam mubolag'a bo'lmaydi. Tadbir doirasida harbiy xizmatchilar qalamiga mansub badiiy va ilmiy asarlar namoyish etilib, ularning ma'naviy ma'rifiy faoliyati e'tirof etildi. Shuningdek, dastur davomida Milliy gvardiya harbiy xizmatchisi Jasur Ne'matovning Qishga aylangan bahorim nomli yangi kitob taqdimoti bo'lib o'tdi. Harbiylar oilasini 2 yil davomida o'rganib, kitob yozdik. Bu Qishga aylangan bahorim deb nomladik. Nomidan ham ko'pchilik o'ylayapti, bu Qishga aylangan bahorim nima, faqat yo'qotilish haqidami deb. Yo'q, bu yo'qotilganday tuyulgan, bahorni yana qayta topish haqida. Bu kitobda ko'plab odamlarning ichki tug'yonlari, ichki iztiroblari bo'lgani uchun, to'g'risi ba'zi bir joylarda ko'p o'ylanib ham qoldim. Chunki hayotiy, real voqelikka asoslangan kitob bo'lganligi sababli nima deydi, vaqt ko'p ketib qoldi buni yozishimga. Yurakdagi izlar asari bir ona va bir qizning baxtli bolalik damlari, shirin xotiralari, ming afsuski taqdirning achchiq qismati haqida yozilgan. Men bu kitobni yozish jarayonida yuragimda bitta orzu paydo bo'lgan. Agar bu kitobni o'qigan insonning onasi tirik bo'lsa, onasini borligi uchun yanada chuqurroq qadriga yetishiga, ularni borliklari uchun minnatdor bo'lishiga oz bo'lsa-da o'zimni hissamni qo'ysam, men o'z maqsadimga erishgan bo'laman. Abadiyat malikalari kitobi bu mening ilk debocha kitobim. Bunda endi kamchiliklardan xoli emas. Onamga bag'ishlab yozdim bu kitobni. Shuning uchun o'sha Abdulla Oripov mashhur shoirimizni so'zlaridan iqtibos keltirganman boshida. Shundaylar bo'lmasa agar dunyoda bu qadar muhtaram bo'lmasdi ayol degan so'zlarni o'zimga shior qilib oldim va sekin-sekin shu xizmat bilan birgalikda ijod qila boshladim. Chunki juda boy kutubxonamiz bor, shundan foydalandim. Mana bugungi tadbir juda ham samarali o'tdi. Bu tadbirdan har bir inson o'ziga mana kitobxonlikni rivojlantirishda juda ham ko'p kerakli xulosalarni chiqardi. Kitob o'qigan odamda ongi o'sadi. Kitob o'qigan odamda ota-onaning kitob o'qiganini ko'rib farzandlarini bo'sh vaqti unumli o'tadi. Kitobga bo'lgan qiziqishi ortadi deb o'ylayman. Mazkur tadbir harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari o'rtasida kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda tizimdagi ma'naviy ma'rifiy muhitni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Zokir Mo'minov, Nig'mat Mirzayev bugun dastur uchun.